$60 ming dollar. Bir oyda temdirayvermadi. Yo'q, solo. Hammaga assalomu alaykum. Ma'sum Timur. Trak sohasi bo'yicha 1,5 yildan oshiqroq ishlayapmiz. Mumi Group bilan Carcolor sistemasida 28 kun davomida 60 ming gross qildik. Driverlar ham shu narsa kerak, chunki ko'pchilik driverlar yaxshi komanda, yaxshi dispetcher, yaxshi kompaniya izlaydi. Katta gross, zo'r gross qilish uchun nima qilish kerak? Driver bilan garishish kerak, uning ichki yuk olib bilishini bilish kerak. Steve bundan ko'p qilmadimi? Steve'da bundan ko'p gross qilgan. 9 lik bu. Mayli, necha u? 61 ming. 61 ming. 00. Bu 60 ming 950. $50 farqi bor ekan-da. Kerak vaqti kerak odam qilib bilmaysiz. Agar sizda akkaunting tizimlashmagan bo'lsa. Ishonmaydilar. Ishonmaydi. Buni yerlashtiramiz. Men bir oyda 2 marta borib kelaman deb turdim. Men Arizonaga 2 marta borib kelaman. Sen yolg'on so'rab turibsan. Mumkin emas-da bu. Mumkin emas. 7 kunda qanday borib kelish mumkin deb turdim. Drivingda 11 oyda $540 ming gross urgan ekan. Temur aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormisiz? Sizni hozir triplaringizni ko'rib o'tiribmiz aka, Bob bilan. Temur aka, вообще zo'r yurib bergansiz. Men hayron qoldim.